Assalomu alaykum hurmatli chorvadorlar. Hozir biz Hasanboyga keldik. Bitta xaridorimizni qo'y fermalariga keldik. Mana shu qo'ylarni ko'rsatgan. Mana 40 kunda mana shu kichkina qo'zilaydi. Tortgan ekanlar. Quyusiyu 12 kiloda semiribdi 40 kunda. Mana bitta qo'torolar bor ekan. Bularni ajratib qo'yibdilar. Bular 40 kunda 18 kilodan aylanibdi. Jonivorlar ham o'zi ham bundoq qaraylik, jonivor biqqa bo'lib qolibdi-yu. Bular yosh kattaroq bo'lgani uchun zo'r olibdi bular. Shu chorvador Usniddin brendi asosida chiqayotgan yemlarda boqilgan bular. Qarang 40 kunda jonivor so'yadigan bo'lib qolibdi-da. Alloh barakasini bersin. Mana men bilan ko'rsatgan, mana bular ham yiriroq sal kelganda bular ochuvroq bo'lgan ekan badani. Mana mashina 40 kunda quyusi yo'q hisob qilganda 15 kilodan olibdi. Lekin bular hali oladi, bular zo'r oladi. Mana narigi qo'ri bulardan ancha pishuvroq semirgan, yoshi kattaroq bo'lgan. Mana men bular juda zo'r olibdi. Berilayotgan yemligi silosga o'sha bizdan Suzun chorvador brendi asosida chiqayotgan yemlarni silosga qor berishgan kun davomida 2 mahal beradi. Bularga menimcha hozir bir o'rtacha 500-600 grammdan berilyapti. Bu o'rtacha qo'ylarga bir mahalaga 500-600 grammdan beryapti. Shunda 2 mahal berilyapti. Aytganimdek, hali yemimiz kuchliroq bo'lgani uchun nisbatan boshqa yemlar yeganga qaraganda suvni ko'proq ichadi. Bu xaridorimizni chorvalarga Alloh baraka bersin. Imkoningiz bo'lsa, sharoitingiz bo'lsa, chorva boqinglar, chorvada baraka bor. Alloh hamma xonadoningizga xayr baraka bersin.